Assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi obyektimizni fayzli xonadonimizga olib o'rnatganmiz. Endi bu yerda akalar 75 millionlik ish bo'lgan, chiroyli holatda. Ichkarida naves holatlari ham bor. Polni qilgan ishlarimizni materiallari, kvadrat narxlari hozirgi paytda qanchaga tushyapti, mana shunday darvozalar, shular haqida ma'lumotni berib o'tamiz. Videomiz rivoji uchun bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Xudo xolasa, bundan ko'proq odamlarga tarqalib, bunday sifatli ishlarimizni endi shunday ishlarimizni kuzatib borishyapti ko'pchilik. Shularga yetib boradi. Xudo xolasa, chiroyli holatlarda qilib olib borib uстановка qilib beramiz akalar. Xo'p, demasam videomizni boshlardik akalar. Birinchi o'rinda darvozamizdan boshlaydigan bo'lsak, xo'p, darvozamizni listlari ikkili stena bo'lgan. Ikkili stena, profillari 1.7 stena. Chekkalariga 8x8 ikkili stenali 8x8 profil qo'yib berganmiz. Taylari shivillar, tepalari 8x4 1.7 stenali profil bo'lgan. Tepa karobkalari. Endi, hop, bu darvozamizni kvadrat metri 1 metr kvadrati hozirgi paytda mana shunday darvozamiz, bir qavatli fasondagi darvozamiz kvadrat metri 850 ming so'mdan uстановкасы bilan qilib beryapmiz. Mana shu darvozamiz 13 millionga dogovor bo'lgan, 13 millionga uстановкасы bo'lgan. Endi bu joyga olib kelib o'rnatganmiz darvozamizni, biz ishlarimizni ko'rib, kuzatib borar ekan akamiz. Shuna hisobidan navesimizni ham qilib bering deyildi. Mana shu navesni ham qilib berganmiz akalar. Mana bu oldidagi navesimiz. Oldidagi navesimiz oldiga chiqishi 380 bo'lgan, oldiga chiqishi 380 bo'lgan, eniga 430 holatiga qilib berganmiz. Eniga 430 razmerda bo'lgan. Oldiga chiqishi 380, eniga 430. Mana shu holati 10 million so'mga uстановкасы bilan bo'ldi. Stoyka profillari 8x8 1.7 stenada. Stoyka profillari. Tepadagi firmalari 4x4 dan qilib berilgan asosiy firmalarini yaqinlashtirib bitta ko'rsatayım mana shu joylarni. 4x4 1.7 stenali 4x4 dan qilib berilgan firmalari. Tepasidagi kashak firmalari 2x3 profildan bo'lgan. Bularda stenasi 1.5 stenada. Eng tepasidagi kashaklari har 50 santiga qo'yib berilgan. Bular 1.5 stenada 2x3 profil bo'ladi. Yani eng qalin tunukamizdan qo'yib berganmiz 0.4 bo'ladi stenasi. Oldilariga, kashaklariga gladkidan chiroyli holatda qilib gullarni qo'yib berganmiz akalar. Buni kvadrat metri 350 ming so'mdan arzon holatiga, chiroyli holatiga qilib berganmiz. Endi ichkari holatimizni ko'rsatamiz. Darvozamiz ichkari holati akalar mana shunday holatda, tekis holatda bo'ladi. Как ikki qavatli darvozaning effektini beraveradi. Ikkilik listlarga tayyor bo'lgan darvozalarimiz. Xo'p, ichkaridagi navesimiz bilan tushuntirib o'tamiz akalar. Ichkaridagi navesimiz birinchi o'rinda razmeri akalar. Eniga 860 bo'lgan. Mana shu holat, eniga 860. Polning uzunligi 21 metrga to'xtagan. Xo'p, mana shu holatda narxi 55 millionga tushgan akamizga. Kvadrat metri hozir mana shunday navesni yasab berish kerak bo'lsa, kvadrat metrini 370 ming so'mdan yasab beriladi. Tunukkalik bo'ladi, o'rtasi 2,5 metr ochiq qo'yilgan. Bundan maqsad skvoznak ili quyosh nuridan foydalanish kerak, ichkari zaklab ketmasligi uchun. Shu maqsadda qo'yilgan o'rtadagi joylari. Xo'p, materiallari stenasi bilan tushuntirib o'tamiz. Xo'sh, stoykalari 8x8 stoyka qo'yilgan. 8x8 stoyka qo'yilgan, 1,5 stena bo'lgan. Tepadagi asosiy firmalari 4x4 profildan ishlab berilgan, ular ham 1,5 stena. Tepasida 2x4 firma tashlangan, 1.30 ga tashlangan. Har 1.30 ga firma tashlangan. Xo'sh, tepasi 2x3 profil terib berganmiz kashakka. Bu har 50 sm ga qo'yilgan. Eng tepasidagi tunukalari 0.4 stenada, hozirgi paytda eng qalin stenadagi tunukadan foydalanilgan. Endi kimgadir mana shunday fasonda ili lazerni holat kerak bo'lsa, lazerni holatdan qilib bera olamiz akalar. Unda kvadrat metri 450 ming so'mdan bo'ladi lazerni holatiga. 450 ming so'mdan bo'ladi. Agar mana shunga Lexan xotirib berish kerak bo'lsa, Lexanli bo'lib turib, lazerni bo'lsa 650 ming so'm bo'ladi kvadrat metri. Xuddi mana shu holatga, gladki holatga bo'lsa, mana bu kashaklariga ahamiyat bersalar, gladki qo'yib berganmiz. Gladki holatiga
kvadrat metr leksalli bo'lsa 600 ming so'mdanga to'g'ri keladi kvadrat metr. Endi yana bitta qo'shimchasi bor bu ishlarimizni. Mana bunday eshakchalar bor. Mana shu eshakchasini ham qo'shimcha qilib yasab beramiz. Xohlajon, bonus bo'ladimi shunda bu? Bonus bo'ladi bu. Bu holati bonus bo'ladi. Bo'ldi. Kimga ma'qul kelsa, ekran pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar, chiroyli qilib, chiroyli holatlarda yasab ustunovkasini qilib beramiz. Bu ishlarimiz O'zbekiston bo'ylab, Toshkent va vodiy bo'ylab dastlabki ustunovka bepul bo'ladi. Undan uzoq joylarga kelishilgan narxda olib borib ustunovka qilib beramiz akalar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaga rahmat.